kuniga 10-15 talab zakazga tort tayyorlab yurgan paytlarimda shu tvorogli pirojnidan ham rosa ko'p zakaz tushardi. Bog'chalarga mehmon kutishlarga rosa olishardi. O'zi tayyorlash juda ham oson. Hamma mahsulotlarni muzdek holatda idishga solib ko'pirtiramiz. Shunaqa qattiq holatga kelgach, to'rga bo'lamiz, listga pergament to'shab, qo'yib pishirib olamiz. Uf, yana reklamami demanglar. Reklama qilishga arziydi. Agar sizda ham shunaqa silikon anjomlaringiz sarg'ayib ketgan bo'lsa, babi poroshogidan soling, qaynagan suv quyib ozgina yutib qo'ysangiz, yangidek holatga keladi. Agar menga o'xshab allergiyangiz bo'lsa, babi poroshogi aynan siz uchun. Biskvitlarimizni olamiz, soviguncha kremini tayyorlaymiz. Suvsiz tvorog, shakar, molokoni solib blender qilamiz. Qaymoq va imbirni essensiyadan solib yaxshilab mikser qilamiz. Sovigan korjlarimizga birin-ketin kremdan surkab chiqamiz. Eng ustiga ham krem surib tekislab, chetlarini ham kesib olamiz. O'shanda yanada chiroyli bo'ladi. Ustiga kokos qirindisidan sepib, is tushirib, bezagiga malina yoki qulpini tersangiz bo'ladi. Mahsulotlarim uval bo'lib qolmaydimi? Demang. Kommentariyani eng boshiga miqdorlarni aniq-tiniq qilib yozib qo'yaman. Albatta saqlab oling, sirdosh dugonangizga ham yuborib qo'ying.